Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana Yosh avlod kanali. Sizlar bilan navbatdagi videomizda yana bir bor ko'rishtirganimdan va nihoyat xursandman do'stlar. Bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda qanday qilib kuchsiz kompyuterlar uchun Windows 11 operatsion sistemasini o'rnatishni bugungi videomizda biz yana bir bor ko'rib chiqamiz. Xo'sh akalar, videomiz agarda sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, albatta videoni shu joyda pauza qilib, videoga ostiga tushib, videoga bitta dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib va ustingizda fikringizni video описанияsi, ya'ni video kommentariyasiga yozib qoldirishni so'rab qolgan bo'ladim. Bu qilgan ishingiz albatta bizning videolarimizni boshqalarga ham yetib borishiga ta'minlaydi do'stlar. Va albatta like bosishni unutmanglar akalar, like bosishni unutmayapmiz, bunaqa qilmaymiz akalar. Va bizning Telegram kanalimizga, Telegram guruhlarimizga obuna bo'lamiz. Ularda siz o'zingizni qiziqtirgan barcha savollaringiz javob topishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh akalar, sizlar tayyor bo'lsangiz, unda biz videomizni boshladik do'stlar. Xo'sh akalar, biz qanday qilib Windows 11 operatsion sistemasini kuchsiz kompyuterga qanday qilib o'rnatishimiz mumkin? O'zi buni iloji bormi? Chunki bilamiz, Windows 11 operatsion sistemasi qanchalik требовательный, ya'ni o'ziga qanchalik resurslar talab qiladi va rekomendatsiya ravishda, ya'ni rekomendatsiyada minimum 4 GB operativka, minimum 2 GB ya'ni hisoblash amaliga ega bo'lgan tezlikdagi protsessor, kamida 2 yadro bo'lishi kerak. Bu juda ham hozirgi kundagi kompyuterlarda endi minimum bo'lishi mumkin, lekin eski kompyuterlar uchun bu juda ham maksimum deb hisoblayman. Chunki ayrim ofisli kompyuterlar haligacha 4 GB operativkada ishlaydi va bu operatsion sistema ularga hali ham kuchlilik qiladi. Shuning uchun bugun men sizlarga juda ham zo'r operatsion sistema topib qo'ydim. Windows 11 ning hali siz ko'rmagan versiyasi. Windows 11 Ultra Light Edition. Albatta, to'g'ri eshitdingiz, Ultra Light. Bu Light versiyasini yanada bir bor ultra qilingan mikro versiyasi. Hozirda mikro 11 versiyasi ham mavjud. 1.5 GB ISO ustanovka bo'lgandan so'ng 3 GB xolos akalar. 3 GB ustanovочный versiya. Bu juda ham hozirgi kunda hattoki nima desa bo'ladi, kalkulyatorda ham ishlaydi deb umid qilaman. Bu hozirgi kundagi windowsxlite.com, ya'ni dasturchi tomonidan yaratilgan hozirgi kundagi eng zo'r va hozirda kuchsiz kompyuterlar uchun va gaming uchun ham, hattoki kompyuterni stabil foydalanishni xohlaydiganlar, umuman telemetriya haqida balabattarlar xohlamaydiganlar uchun juda ham zo'r operatsion sistema deb hisoblayman va bu reklama emas, ular menga bir tiyin to'lamaydi, просто sizlar uchun bu men tomonidan tavsiya akalar. Xo'p, buni biz qanday qilib yuklaymiz? Bularning barchasini bizning video описаниясida va Telegram kanalimizdan bemalol silkalarni topib yuklashingiz mumkin. Men sizlarga saytni tashlayman. Bu yerdan просто bu yerdan pastroqqa tushib, bu yerdan download linkni bosamiz va bosganimizdan so'ng bizga aynan quyidagi sayt ochilishi kerak, lekin menda hozir internet biroz muammo bo'layotgani uchun ming bor uzr. Xullas, bu yerdan bu sayt aslida ochiladi, lekin menda internet hozirda mavjud bo'lmaganligi uchun ming bor uzr. Xo'sh, bu yerdan yuklab olganimizdan so'ng albatta yuklab olish silkasi bo'ladi. Bu yerda bizda standart ISO fayl emas, aynan 7 zip, ya'ni arxiv fayl paydo bo'ladi. Biz buni tashqariga chiqarib olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni ichidagi ISO faylni. Ya'ni ustanovka qilishimiz ko'rib turganingizdek 1.5 GB. Buni chiqarib olishimiz uchun bizga semzip dasturi kerak bo'ladi. Bu semzip dasturi ham bizning Telegram kanalimizda va bizning veb saytimizda bo'ladi. Bemalol yuklab olishingiz mumkin. Buni o'rnatish juda ham oson, ko'rsatib o'tishim shart emas. O'rnab olganingizdan so'ng, bu yerdan so'ng o'yin tugmasini bosganimizdan so'ng, bu yerdan semzip bo'limidan extract to o'sha расположение fayl, ya'ni faylni turgan joyini tanlaymiz akalar va tanlaganimizdan so'ng biz bemalol ISO faylni chiqarib olishimiz mumkin. Uning ichiga kiradigan bo'lsak, bu yerda bir qancha fayllar va bizning asosiy ISO faylimiz mavjud. Endi mana shu ISO faylni birorta joyga biz kopirovat qilib tashlab olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni kerakli joyga, yo'qotib qo'ymaydigan joyimizga tashlab olamiz. Kelinglar, men bu yerga bitta montaj degan papkani ichiga tayyor tashlab qo'yganman. Xullas, mana shu yerga biz просто paste qilib tashlaymiz akalar. Va biz buni yuklab olganimizdan so'ng keyingi qiladigan ishimiz, albatta keyingi etapda biz buni fleshkamizga ya'ni yozib olishimiz kerak bo'ladi. Albatta bizning fleshkamiz minimum 4 GB xotira talab qilinadi. Menda uje fleshka bor. Biz buni bugun Rufus dasturi orqali ishlatamiz, chunki
Rufus dasturi emas, aynan Ventoy dasturi orqali, ming bor uzr, Rufus debman. Ventoy dasturi orqali ishlaymiz, chunki Rufus dasturi hozirgi kundagi driverlar, ya'ni razdel driverlari haqida o'rnatishda juda ham katta muammolar kuzatilayotganligi uchun biz Rufusdan foydalanmaymiz va bu custom Windows bo'lgani uchun har xil muammolar kuzatiladi. Biz buni o'rnatishimiz uchun birinchi navbatda biz fleshkamizni kompyuterimizga ulab olamiz. Xo'p, boshqa tarafdan biz buni fleshkamizni kompyuterimizga ulab olganimizdan so'ng biz bu yerdan Ventoy dasturini ham yuklab olamiz. U ham ilkasi video opisaniyasida va Telegram kanalida bo'ladi. Kirganimizdan so'ng biz bu yerdan ushbu dasturni topamiz. Uni ichiga kirganimizdan so'ng bizda zip fayl bo'ladi asosan. Bu zip faylni ham tashqariga chiqarib olib, ichidagi fayllarni ichiga kiramiz va bu yerdan ventoy2disk.exe faylini ochishimiz kerak bo'ladi. Ochganimizdan so'ng bizga quyidagi fayl hosil bo'ladi. Biz bu yerdan kerakli bo'lgan, ya'ni bizni razdelimizni, ya'ni biz o'rnatmoqchi bo'lgan bizning Windows obrazimizni o'rnatmoqchi bo'lgan razdelimizni bu yerdan tanlaymiz va tanlaganimizdan so'ng bu yerdan option bo'limidan bu yerdan ikkinchi partition style'ni biz GPD qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu juda ham zarur. Va bu yerdan install tugmachasini bosamiz. Bu yerdan yes degan yozuv chiqmaydi. Aslida bu yerdan prosta tak OK ni bosganimizdan so'ng o'tib ketish kerak. Chunki menda allaqachon Ventoy dasturi o'rnatilgani uchun xuddi shunday yozuv chiqyapti. Men o'rnatishim shart emas. Buni o'rnatib olganingizdan so'ng yana orqaga qaytamiz. Boyagi ISO faylni esa biz endi bu yerdan kopirovat qilib olishimiz kerak bo'ladi va biz buni Ventoy papkamizga, ya'ni bizni Ventoy fleshkamizga bu yerga prosta tashlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ventoy juda ham professional, ya'ni funksional, ya'ni Rufusni, ya'ni nima desa bo'ladi, ya'ni alternativ versiyasi hisoblanadi. Ya'ni bu xohlagan dasturingizni, ya'ni xohlagan operatsion sistemangizni bittada bir nechta operatsion sistemani baravar ravishda ishlatishga yordam beradi. Prosta tak siz ISO faylni yuklab qo'yishingiz mumkin yoki VirtualBox orqali VHD Virtual Hard Disk Drive sozdab qilib, undan Windows uстановка qilib, hattoki через USB orqali foydalanishingiz ham mumkin. Hattoki virtual operatsion tizimlarni. Bu juda ham qulay. Menda juda ham ko'p foyda bergan. Xullas, bizning fayllarimiz o'tib olguncha biroz kutamiz akalar. Va akalar, biz muvaffaqiyatli tarzda fleshkamizga buni yuklab oldik. Endiga navbat biz kompyuterimizni перезагрузка qilib, bundan bizni Ventoy dasturimizni ochishimiz qoldi xolos. Endi buni ko'rsatishim shart emas, prosta tak hozir ustanovishning bo'limiga o'tib ketsak bo'laveradi, chunki buni qayta va qayta ko'rsatishni hojati yo'q, chunki siyqasi chiqib ketadi. Har doim ko'rsatishim shart emas deb o'ylayman. Xullas, ustanovka jarayoniga ketdik akalar. Xo'sh akalar, mana biz kompyuterimizga kirib oldik. Hozir bu yerdan boot manager, hozir BIOSga kirib oldik. Menda BIOSning boshqacharoqligiga qaramasanglar bo'laveradi. Biz bu yerdan boot manager bo'limiga o'tib, bu yerdan bizni video, ya'ni xullas menda CD rejimida turibdi. Bu yerdan biz boyagi fleshkamizni tanlab ustanovkani bosishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh akalar, mana bizning ustanovka jarayonimiz ham boshlandi akalar. Windows X-Lite breathing new life into your PC. Really akalar? Ya'ni hayotni sizning kompyuteringiz orqali his qiling, ya'ni yangi hayotni nima qilish, ya'ni nafas olish, ya'ni nafas olish desa shuna deb tarjima qilinyapti. Xo'p, buni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Windows X-Lite mikro versiyasi 11.24H2 versiya 3.24 2024 da chiqqan va bu yerdan bosib turib bizni kerakli bo'lgan razdelimizni tanlab, bu yerdan uni biz ustanovka qilishni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mendan bitta 79 GB standart ajratganman. Xo'p, buni bosib turib biz ustanovka qilishni boshlaymiz va bizni hozirgida men sizlarga bugungi eksperiment sifatida ko'rsatib bermoqchi bo'lgan Windows'im standart virtual holatda tekshirib ko'ryapmiz. Bu yerdan Task Manager'da ochadigan bo'lsak, bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Mani kompyuterim qanchalik performansga ega. Bu yerda performansga ko'radigan bo'lsa, bu yerda 1 GB operativga test qilish uchun albatta va bu yerda 2 yadroli protsessorini ko'rishimiz mumkin. Qani bu kompyuter aynan mana shu operatsion sistemada qanchalik ishlab beradi. To'g'ri, hozirda biroz laglarni ko'rishingiz mumkin, chunki albatta bu 1 GB operativgada ham o'zi shunday bo'lishi tabiiy hol. Chunki bu hali ham Windows 11 ustanovchiga bu minimum 2 GB ustanovchiga minimum 2 GB operativga talab qilinadi, lekin biz 1 GB tanlaganmiz, chunki bu yerda yetarli 3 GB gina obraz xolos. Bu unchalik talab qilmaydi deb umid qilaman. Va bu etaplarni albatta 100% bo'lgandan so'ng albatta davom ettiramiz do'stlar.
Bu ustanovka jarayoni shu darajada oddiyki, hattoki aynan mana shu bo'limdan so'ng siz bemalol Windowsni ishlatishingiz mumkin. Chunki bundan keyingi barcha etaplar, masalan, akkauntni ulash va internet sozlamalari va balobatlarlar OBA barchasi bu yerdan olib tashlangan. Hammasi avtomatik tarzda o'zi kiritiladi va albatta keyinchalik siz buni bemalol qo'lda nastroyka qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu muammo emas. Va shu tarafdan bu menga juda ham yoqadigan operatsion sistema va men hozirda ishlatadigan operatsion sistemam ham aynan mana shu aynan Windows Lite tomonidan ishlab chiqarilgan, lekin meniki ultra emas, aynan standart optimum versiyasi. Xo'p, buni biz ko'rishimiz mumkin. Hozirda 86% bo'ldi, 87, 88 va biroz vaqt qoldi. Albatta kutamiz va bundan so'ng davom ettiramiz. Va akalar, biz muvaffaqiyatli tarzda Windows 11 Microlite'ni ustanovka qilishga muvaffaq bo'ldik akalar. Hozir sizlarga WinRAR'ni ko'rsatib o'taman. Bu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Windows X-Lite Micro 11 24H2 versiyasi va biz xotirani bu yerdan ko'rishimiz mumkin. To'g'ri, hozir biroz ishlashini u bilyapti, chunki 1 GB operativkada ishlayapti. Agar sizda 4 GB bo'lsa, bu umuman vobshe zo'r ishlaydi. Ko'rib turganingiz uchun bu yerda mana agar propertiesga kiradigan bo'lsak, mana 378 GB Windowsni o'zi ustanovka bo'lingan versiya. Hattoki buni fleshkaga yo bo'lmasa boshqa razdelga просто так o'rnatib olishingiz mumkin bo'ladi. Karmanli operatsion sistema qilib. Bu yerda boshqa kerak narsani o'zi yo'q. Bu yerda File Explorer bor, Windows Tools bor va Xtools bu yerda funksiyalari mavjud. Bu yerda Option bo'limiga agar o'tadigan bo'lsak, eng zo'r tarafi bu yerda ko'pgina funksiyalar mavjud. Hattoki bu yerda Microsoft Store'ni o'zingiz yoqib olishingiz ham mumkin va bu yerda Windows Update ishlaydi. Microsoft Store'ni agar bu yerdan qo'lda ustanovka qilib oladigan bo'lsangiz, xohlagan dasturni bemalol o'rnatib olishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta hozir Task Manager'da sizlarga ko'rsatmoqchiman, chunki qancha operativka hozirda ishlatyapti. Va ko'rishingiz bu yerda 871 megabayt standart operatsion sistema ishlayotgan hozirgi kundagi operatsion sistema foydalangan va bu yerda 1 GB operativkalikda va 2 yadroli, barchasi juda ham zo'r ishlayapti. To'g'ri, hozirda biroz menda performansi yaxshi bo'lmasligi mumkin, lekin 2 GB operativkada bu juda ham vobshe polyot haqiqiy va sizlarga maslahat bergan bo'ladi. Albatta barcha versiyalar, barcha kerakli fayllar video описаниесida va bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Bemalol o'zingiz o'rnatib olib ko'rishingiz mumkin. Va albatta bu operatsion sistemani bitta minus tarafi, ya'ni bu siz operatsion sistemangizni bunga yangilamoqchi bo'lsangiz, bu unday funksiyani podesha qilmaydi, ya'ni siz operatsion sistemani to'liq noldan o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Lekin shunga bu arziydi. Va Windows X 11 ya'ni Microlite sizlar bilan bo'ldi va albatta videom shulardan iborat edi. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling. Sizlar bilan yana Yosh avlod kanali bo'ldi. Keyingi videolarda albatta yana ko'rishguncha xayr do'stlar.